inson vujudi har bir a'zosining vazifasi bo'lakcha bo'lsa-da, uning faoliyati bitta, yagona maqsadga qaratilgandek, bu dunyoda ham har bir insonning oliy maqsadga qaratilgan o'z vazifasi bo'ladi. Gap ana shu xos vazifani anglashda. Inoyatga qaratilgan vazifani muvofiq ado etgan xokisor odam Hazrati inson Tesha bobo Qobil ibn Mustafo Naqshbandi Al-Buxoriy hazratlari o'sha samimiy nurli tabassum bilan muhibbu muxlislariga qarata Jaloliddin Rumiy tili bilan shunday deyotgandek bo'ladi. Zohiran sho'riydavu shaydo shudam, lek dar botin hamonam ki budam. Ya'ni tashqi ko'rinishda zohiran aftoda hol sho'riydavu shaydo bo'lsam-da, botin ichimda kimiki bo'lsam hamon o'shaman. Naqshbandiya ta'limoti pir buzrugvorlari o'zlarining aql idroklari, valiylik quvvatlari, kuchlari bilan xalqni ma'naviy va ruhiy poklashga, muqaddas e'tiqodni bid'atlar va xurofotlardan, har xil soxta, yaramas aqidalardan tozalashga harakat qilganlar. Yurtimizda istiqloliyatimizning ilk kunlaridan boshlab barkamol avlod tarbiyasiga davlat manfaati darajasida kirishilgan edi. Bugungi kunda ham barkamol avlod tarbiyasi vatan kelajagini belgilaydigan ulug'vor burch va vazifa darajasidadir.